Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga sog' salomat tilagan holda kunimizni kech bo'lishiga qaramay 11-mart videorolik tayyorlamoqdamiz. Ko'pchilik istagan lokatsiya, ko'pchilik so'ragan joydan Islom Karimov ko'chasi yonida Begayim restorani domlarida bo'lmoqda. Arentir Begayim restorani. Tushundilaringiz? Termiz davlat universiteti bizdan 300 metr, 400 metr uzoqlikda bo'lyapti. Zudlikda sotiladi, ikkinchi qavatda 2 xona. Ko'pchilik bu uyda aytishyapti, bir xona 2 xona qilingan. Yo'q. Boshidan 2 xona bo'lgan. Kadastr dokumentalniy 2 xona. Hozir men turgan joy koridor. Qarshingizdagi tashqi eshik. Tashqi eshikdan chapga qayrilganda 2 ta xonamiz alohida. O'rtalar gipsokarton bilan bo'linmagan, o'shaning uchun g'ishtdan yarimta. Alohida e'tibor beringlar. Bu spalni xonamiz, ikkinchisi mehmonxona. Ko'rsating. Konditsionerlar bor, mana bu o'rta pregorodkalar hammasi g'ishtdan bo'lgan. Ulgurib qolinglar. 3 qavatli domda 2-etajda bo'lyapti. Keling, tashqi eshikdan to'g'riga oshxonasi. Ko'hna mebellar yasatilgan, muzlatkich bor, konditsioner bor, qoladi. 50 metr kvadrat tashkil etyapti. Telegram ijtimoiy tarmoqlari chertojlarini tayyorlayman. Hozir ham bitta ketib chiqaraverasiz. Video davomida montajda. Abzatli 2 xona bo'lgan. Tashqi eshikdan o'ngga qayrilsak, sanuzel joylashyapti. Sanuzel birgalikda. Aslida esa alohida bo'lgan. Bu yoqqa ko'chirishgan, bitta qilib yuborishgan. Endi hammani dedi har xilda. Ko'pchilik bizlar bilsalaring alohida bo'lsin deysa, bular alohida bitta qilishgan. Endi nima deymiz? Kelasiz. Eng asosiysi shiftini balandiga alohida e'tibor beringlar. 330 dan baland 3,5 gacha bor. G'ishtlik domlardan naqd pul yoki ikkilamchiga xarid qilishingiz mumkin. Narxi 375 million so'm deb baholandi. Lokatsiya zo'r joyligi uchun 2-etaj. Kvartiraga qo'yaman desangiz ham kamida 2 million, oilaga student qo'ysangiz yana ham qimmat. Termiz davlat universiteti 12-maktab yaqin, bog'chalar yaqin, Begayim domlarida bo'lyapti. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bunaqa uylar ko'p turmaydi. Tezda sotilib ketadi.